Bugun siz bilan fikrlarimiz haqida suhbatlashamiz. Fikrlar odatiy holda ikki turga bo'linadi: salbiy va ijobiy. Biz uyg'onganimizdan to uyquga ketgunimizga qadar tinimsiz nimalarnidir fikrlaymiz. Tinimsiz nimalarnidir o'ylaymiz. Tinimsiz nimalardir haqida tafakkur qilamiz. Bizni bezovta qiladigan salbiy fikrlar juda ko'p. Biz bu salbiy fikrlardan qutulishimiz mumkinmi? Albatta mumkin. Fikrlardan qutulish, ozod bo'lish mumkin. Lekin men hozir sizga fikrlardan qutulishni emas, aynan nega biz bu fikrlardan qutulgimiz keladi? Nega biz bu fikrlardan ozod bo'lishni xohlaymiz? Shu haqida tushuntirib bermoqchiman. Fikrlar o'zini tabiatiga ko'ra ko'zga ko'rinmaydi, qo'lga ushlanmaydi. Lekin qandaydir bizga ozor yetkaza oladi. Qanday? Nima deb o'ylaysiz? O'zini tabiatiga ko'ra u xuddi havoga o'xshaydi. Nafas olamiz, havoni ko'rmaymiz-ku. Xuddi shunaqa fikrlarni ham ko'ra olmaymiz, qo'l bilan ushla olmaymiz. Lekin qanday bizga ozor bera oladi bu fikrlar? Gap fikrlarda emas. Gap biz bu fikrlarga nisbatan qanday hislarni his qilishimizda. Ma'lum bir fikrlar bizda o'ziga nisbatan ma'lum bir hislarni uyg'otadi. Bizni bezovta qilgan, biz ozod bo'lishni istagan bu hislar bo'ladi. Fikrlar emas. Bu qanday fikrlar va buni yetaklovchi hislar bo'lishi mumkin? Masalan, ayollarda hozir mana kunlar sovudi. Ayollar farzandlari uchun qayg'urishni boshlashadi. Kun sovuq tushdi. Yeganini, ichganini nazorat qilishni boshlashadi. Va bu nazorat his-tuyg'u darajasida, rus tilida aytganda trevojnostni uyg'otadi ayol kishida. Qo'rquvni uyg'otadi ayol kishida. Va bu kun mobaynida uni bezovta qilaveradi. O'ylaymizki, bu fikr bizni bezovta qilyapti deb o'ylaymiz. Aslida bu fikr emas. Aslida bu fikr bizda uyg'otayotgan his-tuyg'u. Shu trevojnost holati, shu qo'rquv holati, xavotir holati bizni bezovta qilayotgan bo'ladi. Bu hislardan ozod bo'lishimiz mumkinmi? Mumkin. Bunda men sizga kechagi videolarda tavsiya qilgan 5 daqiqalik mashqni aynan shu holatga ham tavsiya qilgan bo'lardim. Bunda nima bo'ladi? Bunda siz hislaringiz bilan o'zingizni o'rtangizga kuzatuvchini qo'yasiz. Ya'ni bu holatda hislaringiz alohida, siz alohida, o'rtada kuzatuvchi alohida. Aql 3 ga bo'linadi. Aql sizga kuzatuvchilik ham qiladi, aql hislaringizga ham javob beradi va aql bo'layotgan holatni nazorat qilib turadi. Bu holatda siz ko'rasizki, siz hislaringiz bilan bir butun emassiz. Hislaringiz bu sizni tanangizni funksiyasi. U his qilish qobiliyatiga ega. Lekin bu siz bilan bir butunlik degani emas. Biz o'rganib qolganmiz. Mani fikrlarim, mani hislarim, mani tuyg'ularim, mani nazarim, aslida bularning hammasi bizning funksiyalarimiz xolos. Lekin biz emasmiz. Avval nimanidir o'zgartirishdan oldin kuzatuvchi pozitsiyasida bo'lishni o'rganish kerak. Mana shu uchlikda o'rtaga kuzatuvchini qo'yganingizda siz o'zingizni hislaringizdan ayro holatda ko'rasiz. Va bu bora mashqni qancha ko'p qilganingiz sari hislaringiz sizni ustingizdan nazoratni yo'qotishni boshlaydi. Sizda anglash paydo bo'ladi. Siz shuni tushunasizki, demak shu paytgacha hislar sizni boshqarib kelgan. Va shunday qila olishingiz mumkinki, siz hislaringizni boshqara olasiz. Sizga qanaqa fikr kelganda ham siz hislar bo'yicha u kelgan fikrga boshqa hisni berishingiz mumkin. Va bu
fikr doirasida ham shunaqa bo'la oladi. Sizga kelgan fikrga javoban boshqa fikr berishingiz mumkin. Sizga kelgan hisdan siz javoban boshqa hisni o'zingizdan taqdim qilishingiz mumkin.